Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sherqiy Türkistan Awazining kündilik xəvərlər proqramını ko'rishingizni qarshi olamiz. Xəvərlərimizni yoqtirib ko'rishingizni umid qilamiz. Tövəndəki ixtiyorlar xəvərlərimizin təfsili məzmunlarida bo'lsin. Şanxay Volkswagen guruhining Sherqiy Türkistandagi tarmoq mashina yasash zavodida Xitoy Kompartiyasining har xil sabablar bilan atalmış qayta tarbiyalash markazi nomidagi lagerlarda tutirilayotgan Uyg'urlar va boshqa turk millatlarini ishlashga majburlaganlik to'g'risidagi xabar uchurlar o'tirg'i chiqqandan buyon Gollandiya Denaq shahrining Xitoy konsuli oldida Xitoy Kompartiyasining Sherqiy Türkistonda Uyg'urlarga yapılgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi 1-mart kunidan boshlab millatni vatan nomli xalq namoyish harakatini boshlagan bo'lib, izchil holda haftada 5 kun dushanba kunidan juma kunigacha har kuni 2 soatdan almış şekilde namoyish o'rlashtirilgan. Shuning bilan bir vaqtda Amerika, Kanada, Avstriya, Norvegiya, Fransiya, Germaniya, Norvegiya, Shvetsiya, Belgiya, Avstriya qatorliq davlatlarda yashayotgan Sherqiy Türkistan Uyg'ur yoshlari uyushmasi Jamiyat yoshlar qurultiyi birli vaqtda o'zlari turishliq davlatning Xitoy konsuli oldida mart oyidan boshlab har shanba kuni 2 soatdan almışib navbat turish shaklida namoyishni o'rlashtirib, Xitoyning Volkiswagén cheklik shirkatining Sherqiy Turkistondagi tarmoq mashina yasash zavodini taqab, zanjir shirkatlari ichida Sherqiy Turkiston majburiy emgak kuchini ishlatgan har qanday shirkatlar bilan hamkorlashmaslik, majburiy emgak sanalayotgan Uyg'ur xalqini qo'yib berguncha ilgari Xitoy Kompartiyasining xalqaro oldida nayronvozlik qilib ism atalg'ularini o'zgartgan har qanday lagerlarni butun taqib etganga qadar, shundaqla vatanimiz Sherqiy Türkistan mustaqil bo'lgan qadar izchil namoyish qilishni o'rlashtirgan. Hamda dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Sherqiy Türkistan xalqini o'zlari turishliq shaharlarda Volkswagen do'konlari oldida namoyish qilishga chaqirgan. yılı 23 aprel günü Şanxay Maşın Guruhi ve Volkswagen Guruhi Xitoy ve Germaniya rahbarlarining guvohligi bilan Şanxay Volkswagen Guruhi Şinjan cheklik shirkatini qurish birlashma bayonotini imzolab, bir oy o'tgandan keyin Şanxay Volkswagen Şinjan cheklik shirkati Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayonida bo'sish xarakterlik to'xtam imzolagan. 2013 yılı 10 sentabr günü Şanxay Volkswagen Şinjan cheklik shirkati Urumchi iqtisod texnik taraqqiyot rayonida ichilish murosimi o'tkazilib ish boshlagan. Tunji ishlab chiqarilgan model butunlay yangi santana bo'lib, plandagi yillik ishlab chiqarish iqtidori 50 ming mashina bo'lgan. Shanxay Volkswagen Şinjan cheklik shirkatining umum yer ko'lami 407.700 kvadrat metr. Taxminan 2 milliard yuan mablag' silingan bo'lib, mashina gavdasi, bo'yoq va oxirgi qo'rashtirish qatorliq mashina ishlab chiqarish jarayonini o'z ichiga olgan ekan. Xitoy tajovuzchilarining yillardan buyon vatanimizda yaparayotgan turli jinoyatlari oxirgi yillarda jazo lagerlari siyosati bilan kuchli holda qaytadan dunyoning kun tartibiga kelmoqda. Shundaqla Xitoyga taraf-tarafdan qattiq ayblashlar va har xil jazolar ijro qilinmoqda. Ammo Xitoy tajovuzchilari shunchalik ko'p dalil isbotlarga pisand qilmasdan, nomussizlarcha yolg'on so'zlab o'zining jinoyatlarini aqlashga butun kuchi bilan tirishmoqda. Lekin haqni hech kim to'sib qololmaydi. Xitoy Kompartiyasi o'z jinoyatlarining qancha pardozligini bilan bostirish siyosatlari kommunistlarning o'z qo'li bilan dunyoga tarqalib, dunyoni aldash hiylasini bitchit qilmoqda. 5 mart günü Xitoy ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan qisqasini ko'rinish lager shohidi Zumrat Davud xonimning Facebook hisobi tarqalgandan keyin xalqaro alohida diqqat qo'zg'ab Xitoyning Uyg'urlarni kichikdan boshlab ona tildan mahrum holatda xitoylashtirganligi, sin ko'rinishda Xitoy o'qituvchisining kichik Uyg'ur sabiy qizining og'zidan yana bir qatam isbotlandi va Xitoyning hali ham dunyoda bozorga selishga tirishib kelayotgan Uyg'urlar o'z ona tilida ma'rif tarbiyasi ko'ryotdi. Til cheklimiz yo'q degan davronlarni bitchit qildi. 为什么哥哥的名字你不知道呀？ 因为哥哥没给我说他的汉族名字我也不知道，可是他维语名字我知道。可是他维语名字有点奇怪。奇怪啊！那他叫什么名字？如果我汉字说的话，我也不会说。不会说，那你用维语说一下嘛。那你们骂我的话怎么办？我就吃棍子吗？哎，怎么能吃棍子？老师是问你的，怎么能吃棍子呀？我给你们说的话有点我丢脸。丢脸嘛？那你的名字是汉语名字还是维语名字呀？是维语名字和汉语名字合在一起的，对不对？维语名字。 Jenubiy Koriyening poytaxti Seulda Turkiya fuqarosi Rabiye Shirin bosqinchilik uchrash ehtimolligi bo'lgan bir qizni qutuldirib, bosqinchilik qilishga uringan jinoyatchini tutib saqchiga topshirib bergan. Shuning bilan Rabiye Shirin butun matbuotlarning diqqatini qo'zg'agan.
Jenubiy Koriye metbuatlarining xabar qilishicha, Seulning Songpa rayonidagi bir savdo markazida 17 fevral kuni kech yuz bergan voqeada bosqinchi 20 yoshlardagi bir qizning keynidan hojatxonaga egishib kelib bosqinchilik qilmoqchi bo'lgan. Naq maydonga intayin yaqin bir restoranda ishlayotgan Turkiya fuqarosi 25 yoshli Rabiye Shirin va uning xo'jayini qizning vaqirgan ovozni anglab darhol yordamga kelgan. Rabiye Shirin jinoyatchi bilan tirkishishdan keyin qizni qutuldirib qolmay, mast bosqinchining qochib ketishining oldini olgan va uni tutib soqchiga topshirgan. Mazkur voqea Jenubiy Koriya taratqularida va ijtimoiy aloqa supurlarida keng o'rin olgan. Hamda bir chetalik ekanligiga qaramasdan ko'rsatgan qahramonligini maqtagan. Jenubiy Koriya xalqlari aloqador sin ko'rinishlarini bas-basda ham baharlagan. Voqeadan keyin Turkiyaning Jenubiy Koriya Seulda turishliq bosh elchisi Ersin Erchin Rabiye Shirinni elchixonaga taklif qilib, ulgulik harakatini alohida madiyalagan. Amerika Kaliforniya shtatidagi San Diego hayvonotlar bog'ichidagi ba'zi orangutan va papa shimpanze turlariga Xitoy virusi vaksinasi emlangan. Bu insonlardan sir tunji qatam hayvon turiga Xitoy virusi vaksinasi emlash bo'lib hisoblangan. Bu yil yanvar oyida San Diego hayvonotlar bog'ichida 8 gorillaning Xitoy virusi bilan yo'q qilinganligi bayqagandan keyin mas'ul xodimlar darhol harakatga o'tgan. Hozir yaxshilanish bosqichiga kirgan hayvonlar xatardan o'tib ketgan bo'lsa-mu, mal doktorlarining to'plashib yashaydigan gorilla, orangutan, shimpanze va boshqa sut emguvchi hayvonlarga Xitoy virusi vaksinasi emlaydiganligini bildirgan. Hayvonotlar bog'ichisi yuqori darajalik mas'uli Nadin Lamberski kasalliklar hayvonlardan hayvonlarga intayin tez tarqaldiganligini, yaxshilanish bosqichining qiyin bo'lganligini, vaksina emlangan hayvonlarda hozirgacha hech qanday kasallik alomati ko'rilmaganligi, ahvoli nihoyat yaxshi ekanligini bildirib, maymunlarga insonlar uchun yasalgan zukam va qizil kasalliklar vaksinalarini emlashning keng umumlashganligini qayd qilgan. Mart Xalqaro ayollar bayramida Xalqaro parlament tashkiloti Xitoy siyosatiga qarta davlat alqagan parlament ittifoqidan Yevropa birlashmasi, Angliya, Germaniya, Yaponiya, Kanada va Avstraliyadan ayol parlament a'zolari Sherqiy Türkistan jazo lagerlaridan hayot qolgan shohidlar bilan birlikda maxsus sin ko'rinishda barobar chaqiriq e'lon qilib, dunyoni Uyg'ur ayollari qilingan zulmning hozir holatiga ko'ngil bo'lishini va Xitoy hukumatining Sherqiy Turkistondagi erkiy qirg'inchilik siyosatini ayblab to'xtatishni talab qildi. Xalqaro ayollar bayramining asl maqsadi xalqaro ayollar harakatini xotirlash bo'lib, shundaqla ayollarning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sohadagi tuhfasi, muvaffaqiyatlarini tabriklash bo'lgan. 1908-yili Amerikaning Nyu-York shahrida 15 ming ayol yig'ilib, xo'jayinlarning ayol ishchilarni eksploatatsiya qilishiga qarshi namoyish qilib, xizmat vaqtining qisqartirilishini, ish haqining yuqori bo'lishini va saylovda ayollarga bilet tashlash huquqini talab qilgan. 1909-yili Amerika Sotsialistlar partiyasi mamlakatlik ayollar bayrami qilib belgilanganligini e'lon qilgan. 1911-yili 25 mart kuni Nyu-Yorkdagi 3 burchaklik ish kiyim zavodida yuz bergan o't optida 140 dan ortiq ayol ishchi qazo qilgan. Shuning bilan Amerikadagi ayollar harakati taraqqiy qilib, bir qator ijtimoiy islohotlar va emgak qonun islohotini keltirib chiqargan. Shundaqla Amerika ayollar harakatining taraqqiyotidagi muhim fursatga aylangan. Keyin ayollar harakati tarixidagi muhim shaxs bo'lgan Germaniya ayollar harakatining rahbari Clara Zetkin Amerikadagi mamlakatlik ayollar bayramini xalqaro ayollar bayramiga ko'tarishni o'tirib qo'ydi. Clara Zetkin bu tashabbusni 1910-yili Kopenhagenda o'tkazilgan xalqaro ayollar yig'inida o'tirib qo'yib, 17 davlatdan kelgan 100 dan ortiq ayol vakilining birda qo'lishiga erishgan. 1917-yili 8 mart kuni yemaklik yetishmaslik va zavod muhitining nacharligi sababidan portilgan Sankt-Peterburg ish tashlash harakati 3-4 kun davomlashgandan keyin Rossiya imperiyasi Duma a'zolari vaqtli hukumat qurib, saylovda ayollarga bilet tashlash huquqi bergan. Mazkur namoyish Rossiyadagi Oktyabr inqilobining muqaddimasi bo'lib qolgan. Ayni vaqtda nurg'un ayol ishchilar umumiy ish tashlashga qatnashib, bolka va tinchlik hamda bilet tashlash huquqini talab qilgan. Shuning bilan 1917-yili 8 mart kuni rasmiy xalqaro ayollar bayrami qilib belgilangan. Xabarlarimizni ko'rganlarga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.